bel grijasi mashqlari juda ham ko'p. Ularni aynan qaysi birini qilish kerak? Zuhurdin Salohiddinov, siz o'zingiz ham ko'p mashq berasiz. Kanalingiz to'la mashq. Qaysi birini qilaylik degan savollarga bugun javob beramiz. Assalomu alaykum, sizlar bilan diskutyor mutaxassisi Zuhurdin Salohiddinov. Bel grijasi mashqlarini qaysini qilish to'g'ri? Shuni bugun bilib olasiz. Albatta like bosing. Obuna bo'lib, bizga Ma'mun nomiyligiga murojaat qilib grijadan davolanishga kelishingiz mumkin. Biz boshladik. Siz bo'lsa yaqinroq o'tirib kuzatishni boshlang. Bel grijasini ko'p mashqlarni o'zimiz ham video qilib chiqaramiz. O'sha mashqlarni qaysi birini qilishni bilmayotganlarga bel grija mashqlari ikkiga bo'linadi. Bu mashqlar umurtqa pog'onasini cho'zuvchi mashqlar va bo'shashtiruvchi mashqlar. Cho'zgan paytimizda umurtqa pog'onasidagi og'riqlar pasayadi, bo'shashadi. Endi umurtqa pog'onasini yuklama bilan baquvvat qiluvchi mashqlar ham bor. Chunki grija bo'lganingizdan keyin, tuzalib ketganingizdan keyin u mashqlarni bajarganingizda yerdan biror narsa ko'taradigan bo'lsangiz, boshqa grija bo'lmasligi uchun umurtqaga yuklama berilishi shart. Va o'sha yuklamani beruvchi mashq bu umurtqa pog'onasini nagurskali baquvvat qiluvchi mashq hisoblanadi. Umurtqa pog'onasini cho'zuvchi mashq bo'lsa, disk kuchurasi bilan og'riyotgan paytingizda sizni umurtqa pog'onalaringizni cho'zib, grijangizni kichrayishiga yordam beruvchi mashq hisoblanadi. Bizga kelgan ko'p bemorlarimizga biza umurtqa pog'onasi muolajalarini amalga oshirganimizdan keyin, grija kichraygandan keyin yana uy sharoitida o'zlari kichraytirish uchun aynan bitta umurtqani cho'zuvchi va umurtqa pog'onasini bitta baquvvat qiluvchi mashqni o'zimiz berib olamiz. Agar siz ham Ma'mun nomiyligiga murojaat qilib tashrif buyuradigan bo'lsangiz, sizga ham shu mashqlarni o'zimiz berishimiz mumkin bo'ladi. Endi o'zingiz tanlamoqchi bo'lsangiz, umurtqa pog'onasi mashqlarini o'zingiz qilmaganingiz, tanlamaganingiz ma'qul. Albatta mutaxassisga murojaat qilgan holatda bu mashqlarni qilish kerak. Aks holda nima bo'lishini sizga aytib beraman. Umurtqa pog'onasiga yuklama beruvchi mashqlarni qilib qo'ygan paytimizda umurtqada og'riq kuchli va disk kuchurasi qisib turgan bo'lsa, bu paytda o'zi og'riq kuchli bo'lib, yana siz yuklama beruvchi mashq bajarishingiz natijasida umurtqa pog'onasi shikastlanishi hamda og'riqlar o'ta kuchayib ketishi yuz beradi. Bunaqa bo'lmasligi uchun siz aynan o'sha paytda umurtqani bo'shashtiruvchi, yumshatuvchi, spazm, ya'ni siqilib turgan holatda o'z holiga keltiruvchi va umurtqa pog'onasini asosan cho'zib, grija og'riqlarni tarqatib, grijani kichraytiruvchi mashqni qilishingiz kerak. Agar siz shu paytda o'zingiz zich bo'lib siqib qolgan, nerv tortib qolgan, inqillab yuribsiz, bir mashq qilib ko'ringchi deb mashq qilib olish va yuklama beruvchi mashq qilib olish natijasida umurtqa pog'onangiz battar va bo'ksangiz battarroq tortib, siz yotib qolishingiz ham mumkin. Ko'pchilik mashq bajardim, og'riq kuchayib ketdi deydigan insonlarga siz mashqni to'g'ri tanlamagansiz. Shuning uchun sizda og'riq kuchayib ketgan deb ayta olamiz. Demak do'stlar, biza har doim aytgandek, agar disk kuchurasidan Ma'mun nomiyligiga murojaat qilib davolanishga tashrif buyursangiz, narx ham unaqa qimmat emas. Keyin o'sha mashqni to'g'risini o'zingiz olib ketasan va uy sharoitida grijani davolashda davom etasiz. Shunda Xudo xolisa, siz bilan biz qars ikki qo'ldan chiqib, yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin. Mashqlarni aynan qaysi biri qilishini mutaxassis nazoratida qilishni tavsiya beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizni qiziqtirgan savollarni pastda kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videoda sizning savolingizga javob olishimiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling. Disk kuchurasi muammolari va ularni bemorlarni davolagan videolarimiz hammasi mana shu kanalda pastga o'tib birdan ko'rib chiqing va agar kelmoqchi bo'lsangiz, o'shaga pastdagi nomerga murojaat qiling. Like, obuna esdan chiqmasin. Sog' bo'ling.